Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Bugungi suhbatimizni nomi hayotdan charchaganman deb nomlanadi. Mana shu mavzuni tanlashimga bir nechta sabablar mavjud. Oxirgi paytlarda ko'pchilikda demak men hayotdan hammasidan charchadim, ortiq bunday yasholmayman degan insonlar ko'p uchramoqda va ularga keyingi qadamlarni bosishda kerakli bo'lgan bir nechta maslahatlarni berib o'tmoqchiman. Xo'sh, albattaki ko'pchilik insonda turli xildagi muammolar bo'lishi mumkinda va mana shu muammolar bilishimiz kerakki, hayotimizda har qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, bu bizani hayotimizga bekordan kirib kelmagan va bunday muammo sizni charchatishi kerak emas. Bunday muammolar aksincha sizni rivojlantirishi kerak. Lekin juda ko'pchilik insonlar muammo oldida ojiz bo'lib qolishadi. Mana shu muammoga o'ralashib qolishadi-da va natijada ko'pchilik insonlar muammodan chiqish yo'llarini ko'ra olishmaydi. Xo'sh, deylik sizda qanaqadir hozirgi kunda muammo bor va siz mana shu muammoga yechim izlaganingiz sari bu muammo hayotingizda o'rni kuchayyaptiki, siz bu muammodan xalos bo'la olmayapsiz. Xo'sh, mana shu o'rinda qanday yo'l tutish kerak? Aytib o'tganimdek, hayotimizdagi hech bir muammo, hech bir vaziyat o'zidan o'zi kelmaydi. Demak, sizda shunday fikrlar, shunday gumonlar bo'lganki, yo bo'lmasam shunaqangi bir amallar sizda bo'lganki, siz hozirgi kunda xuddi shu holatga tushib turibsiz. Bu muammo sizni charchatishi kerak emas. Bu muammo sizni tafakkur qilishga majbur qilishi lozim. Sababi siz tafakkurni yoqishingiz kerak mana shu yerda. Biz odatda aytamiz-ku, muammodan charchab ketdim, hammasidan charchadim deb aytamiz-ku. Mana shu o'rinda biz charchashimiz kerak emas. Nima bizni charchatadi aslida? Muammolarmi? Yo'q, aslida bizani o'sha salbiy o'y-fikrlarimiz, salbiy gumonlarimiz bizani charchatadi. Muammoni yechishlik uchun esa biz o'zimizga diqqat bilan nazar solishimiz kerak. Qanday fikrlarim meni bugungi kunda mana shu holatga tushishimga sabab bo'ldi. Ko'pchilik insonlar muammoga judayam bir salbiy qaraydi-ku, muammo yomon deb qaraydi, lekin aslida agarda siz muammoga teranroq qaraydigan bo'lsangiz, bu muammo sizni aslida yanayam rivojlanishingiz uchun, noto'g'ri fikrlaringizni, gumonlaringizni o'zgartirishingiz uchun, amallaringizni o'zgartirishingiz uchun bir turtki hisoblanadi. Toki siz mana shu salbiy his-tuyg'ularingiz uchun, salbiy o'y-fikrlaringiz uchun tavba qilmas ekansiz, fikrlaringizni o'zgartirmas ekansiz, siz bu muammodan chiqib ketish yo'lini topa olmasligingiz mumkin. Aslida har qanday holatda yechim berilgan. Har qanaqa holatda demak yechim berilgan. Faqat biz bu yechimlarni tashqaridan izlashimiz kerak emas.
bu muammolarni yechimini biz o'zimizga, ichki holatimizga nazar solib yechishligimiz mumkin. Ishoning, har qanday muammoga yechim bor. Xoh u pulsizlik bo'lsin, xoh u kasallik bo'lsin, xoh u boshqa muammo bo'lsin. Har qanday demak muammoga yechim bor. Va siz hozirgi kunda o'sha muammolaringizga yechim topolmayotganingiz bu muammodan chiqish yo'li yo'q degani emas. Faqatgina siz anglay olmayapsiz qayerda sizda xatolik borligini. Va sizda qayerda xatolik borligini anglaganingiz sari bu muammo judayam osonlik bilan yechilishni boshlaydi. Deylik, siz qaysidir ishni boshlab qo'ydingizda, lekin siz har qancha harakat qilmang, baribir o'sha ishni uddalay olmayapsiz. Har qancha harakat qilmang, siz aytganingizdaqa bo'lmayapti. Mana shu yerda siz tushunishligingiz kerakki, demak siz noto'g'ri yo'lda turibsiz. Har qancha harakat qilmang, qo'lingizdagi hatto o'sha pullar ham xuddiki havoga sovurgandek tez-tez, demak o'sha qo'lingizda pul turmaydi. Daromad deyarli yo'q yoki. Bu nimani anglatadi? Siz mana shu yerda anglashingiz lozimki, demak siz hozir noto'g'ri joyda turibsiz. Siz o'z o'rningizda emassiz. Qachonki siz o'zingizni o'rningiz qayerda ekanligini anglasangiz, anglab yetsangiz va o'z o'rningizda bo'lishni boshlasangiz, sizda daromad ham o'z o'rniga tusha boshlaydi. Ko'p ishlaringiz o'xshab ketishi boshlaydi. Faqat bu yerda ko'proq o'sha tafakkurni yoqish kerak. Ishoning, biz hayotimiz davomida juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yamiz. Chunki biz insonmiz, biz adashuvchanmiz. Inson har doim xato qiladi. Lekin gap xato qilishlikda emas. Mana shu xatoni anglab yetishlikda. Siz hozirgi muammoingiz hal bo'lmayaptimi? Demak, siz o'sha xatoingizni anglab yetmayapsiz. Demak, biz muammolarimizni anglash orqali yechishimiz mumkin ekan. Nimaga bizga qayta-qayta sinovlar beriladi? Nima uchun? Sababi biz qayerdadir xatomizni anglamagan bo'lamizda. Shuning uchun bir vaziyat bizga qaytib beriladi. Va biz o'sha xatomizni anglab, tavba qilganimizda inshaalloh Allohning izni bilan o'sha muammoimiz shunaqa hal bo'lish boshlaydi, yechiladi o'sha muammo. Lekin siz faqat o'sha muammoga qarab turadigan bo'lsangiz, bo'lmaydi, ilojisi yo'q deb qarab turganingizda, haqiqatdan u vaziyat o'zgarmaydi. Chunki bu yerda siz tafakkur qilmayotgan bo'lasiz. Faqatgina shu muammoga diqqatingizni qaratayotgan bo'lasiz. Agarda siz hayotdagi muammolardan charchagan bo'lsangiz, mana shu holatda hech bo'lmaganda kamida salbiy fikrlaringizni to'xtatishga harakat qiling. Mana shu salbiy fikrlarni ko'p o'ylaganingiz sari, demak, siz haqiqatdan charchab qolasiz. Sizning muammolaringiz ko'payishni boshlaydi. Va siz mana shu o'rinda eng qilishingiz kerak bo'lgan asosiy ishlardan biri bu salbiy fikrlarni to'xtatish. Hozirgi holatingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, demak, mana shu holatni qabul qilish, rozi bo'lish va albattaki mana shu holatingiz uchun
Allohga hamd aytish.